Aşkım. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum hammaga. Mani ismim Maftuna, yoshim esa 14da. Uspenskiy maktabida o'qiyman. Men uchun shuncha Uspenskiyning o'rtoqlarim kelishdi. Rahmat kattakon. Balkonjon. Fanzona zo'r-ku gapirishim Fanzona. kelmas. Fanzona. Qayerdan topdingiz bunday ajoyib qo'shiq? Juda sevaman shu qo'shiqni. Men bu qo'shiqni juda ham yaxshi ko'raman. Ma'nosi uchun yaxshi ko'rib qo'yaman bu Ma'nosini qo'shiqni. aytib bering, men ma'nosini bilmayman. Ma'nosi bitta erkak bo'lardi-da. Erkak bo'lardi. U odam kasal bo'lib qoladi, yurak kasali va ayollari kasallariga chidolmasdan boshqa erkak bilan yurib ketadilar va o'sha ayollariga erishish uchun juda katta harakat qilib tuzaladilar. U ayol qaytib kelmagandan keyin u odam o'lib qoladi. She'rni ayollarga yozib. Yo'q, hech kim o'lmasin, ha, bolalar. Hech kim o'lmasin. Bu juda katta kim drama o'lmasin. ekan o'zi ham. Hamma yashasin, hamma yashasin. Sog'-omon, salomat bo'lib yashasin. Siz ham, yaqinlaringiz ham. Rahmat. Maftunaxon, welcome to Botir akaga. Korotko ясно. Botir akam ham gapirmadilar. Yo'q, gapiradilar. Молодец, молодец. Молодец. Katta qiz bo'ldi. Mana shunaqa chiroyli, interesniy ashulalar tanlayman siz bunga endi. Assalomu alaykum.